Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga yakunlandi. Bu yo'l manzili Andijon viloyati Baliqchi tumani Oyda MFM shunaqa joyda bo'ldi. Hop, bu yerga Zolotoy dub, Red Pen, Akfa qo'shilgan hisobida bir qavat yo'dvoyni Zolotoy dub, taylari Akafon 80 sm da Akafon bo'lgan. Hop, uzunligiga 290 ligi ham bor, matgacha 3 metrligi ham bor. Sababi mana shu yerda ko'rib turgan joylaringda polimizda ozgina zazor bor ekan, где-то 10 sm. Hop, bu yerga eshik qo'yib berganmiz. Eshiklarimiz 1.40 dan bo'lgan, 65 sm dan teng qilib ikkita eshik qo'yib berganmiz bu tomonga, bu tomonga. Hop, ikkita romimiz bor, ikkita ochiladi, bittadan fortichkalari ham bor. Hop, hamma yo'g'i xudo xolasa ruchka zamon boshqarmalari original holatda bo'ldi. Hop, bu yerimizda общий uzunligi 15 metr bo'lgan. Xudo xolasa har bitta oraliqlarini ham bir qator aytib o'taman. Romlarimiz 250 dan bo'lgan. Eshiklarimiz 11 metr ekan, uzr adashibman. Eshiklarimiz 240 dan bo'lgan. Xudo xolasa mashq holatda bo'ldi hamma yo'q. Hop, akafonlari ham xudo xolasa chiroyli holatda, quyoshga chidamli. O'sha qopto'ga qaragan joy ekan. Aytib o'tganimdek, ruchka zamonlari original holatda bo'ldi. Akfani o'zida. Hop, bu yerda Akfa ham Red Pen ham qilganimiz sababi bu bemalol ranglari hamma yo'q birga bir tushadi. O'zi ko'p videolarda aytamiz. Bu o'sha Akfani ikkinchi materiali hisoblanadi Red Pen. Firmasi zavodi bitta. Hop, fortichkalari ham xudo xolasa ajoyib holatda chiqdi. Mana yon tomondan ko'rinishlari bitta reyatda. Mana bu liniyasini ham e'tibor bersanglar, o'zi aslida razmeri 2 xil, lekin bitta liniyaga olib borganmiz. Shtobi uzoqdan qaraganda o'sha 10 sm zazor pastda qolib ketgan. Ichkari ko'rinishlarini ham bir qator ko'rsatib o'taman. Ligirovkalari xudo xolasa yengil holatda. Bitta qo'l bilan boshqacha kuch shart emas. Tomonlari ham zich yopishgan. Aytib o'tganimdek, aynilar yo'dvi bu yer quyoshga shundoq qaragan ekan. Shuning uchun quyoshda kesish maqsadida yo'dvi o'ynab qo'yib berdik. Hop, ruchkalari okilli ruchkalardan bo'lgan, komfortli holatda, ochilib yopilishlari ham yengil holatda bo'lgan. Ruchkalarimiz turishlari ham liniyasi bitta. Hop, fortichkalarimiz bor, qaychi mexanizmda, havo aylantirilgan. Chekkaga qo'yib berdik. Penalari ham atilo bo'lgan. Hop, petlilar degan yozuvlari Akfani o'zining negativlarida. Xudo xolasa rezinkalari ham hamma yo'g'i Akfani o'zidan bo'lgan. 100%. Bitta pechatlari bor. Ko'rinib qolsa ko'rsatib o'taman. Hop, narigi tomondagi joylari bu yana bir xil ko'ron. Xuddi o'sha bitta yonida fortichka, ikkitadan ochilishi bo'lgan. Razmerlari ham bir xil. Xudo xolasa hamma yo'g'i chiroyli holatda bo'ldi. Hop, bu yerimiz narxiga keladigan bo'lsak, shu yer hamma yo'q olib kelib o'rnatib berishi 15 million so'm bo'ldi. Jami summada. Xudo xolasa razmerlarini aytdim. Shuningdek, hamma yo'q full holatda. Eshigimizni aytib o'taman, pastdan tepagacha ochilishi 25 bo'lgan. Polni ochilish. Ishte bu mana liniyaga moslab olganligimiz uchun eshikni bu yeriga alohida o'rta bermadik. Xudo xolasa bemalol baho beraverasizlar. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilasizlar. Samarizlar hamma yo'q. Даже 6 tadan qatirilgan. Tepadan, yondan, bu yoniga mana petlilari 4 tadan petla qo'yib berganmiz. Bunga sabab yana обычный просто bo'y balandligi uchun keyinchalik tashab olmasligimiz hisobiga 4 tadan 8 ta petlalarni qo'yib berganmiz har bitta eshikka. Penalari ham, tepalari, liniyalari ham bitta yopishgan. Polni tunikafonga. Hop, xudo xolasa shuning bilan ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Kimga shunaqa eshik rom beranda teraskalar zarur bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga kattakon rahmat.